Voy akalar, gap bo'lishi mumkin emas. Buni remontlarini qaranglar, remontlarini chotki did bilan remont qilgan ekanlar. O'zi ham guliga, rangiga solib remont qilgan ekanlar. Bitta baho berib qo'yasizlar. Agar xonadonimiz yoqsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Boshlanishidan uyimizda nimaiki ko'rsanglar, hamma narsa qoladi. Zal qismi bo'ladi. Zalni ko'rishingiz mumkin. 5 ga 5 zal qismi, bu yerda balkon ham qo'shib yuborilgan. Bu yerda mana qizlar uchun dars qilib o'tirish uchun sharoit qilib berilgan. Ko'rishingiz mumkin. Balkon qismi bu yerda sushilkasi ham bor. Keyingi xonani ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan mana kirib keluvchi eshigimizni ham zo'r eshiklardan podyezdimizga kirib keluvchimizda kameralarigacha qo'yib qo'ygan ekanlar. Yonimizdan ko'rishingiz mumkin. Oshxona qismini remontlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Keyin ham havas qilib, mazza qilib bu yerda ovqat pishiradilar. Mebellarni qaranglar, keyin mebellarini gap bo'lishi mumkin emas. Rosa havasim keldi, lekin aboylari zo'r aboylardan tanlangan. Bu yerda mana balkon qo'shib yuborilgan. Bu yerda xolodilnikni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda vichkasi, gaz plitasi, tashqari qaragan oynasi bor. Uyga lekin shunday kirasiz, yashaysiz. Bu yerdan mana sanuzel qismini ko'rishingiz mumkin. Chiroylikini kafelardan qilib qo'yishgan. Kiruvchimizda prixoshkamizda shunaqa shkafimiz bor. Uni yonginasida keyingi xonamizni, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi bo'lgan konserneri bor. Chiroylikini parda va mebellari yoqsa bitta like bosib qo'yasiz. Keyin tog'amga yetib turib, olib bering deb harqasha qilib bu uy oldirmasangiz bo'lmaydi. Chiroylikini remontlari bilan qarang. Remont qilishim kerak, usta chaqirishim kerak deb o'tirmaysiz. Shunda kirasiz, yashaysiz. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Sanuzelimizni chiroylikini zo'r kafelardan qilib qo'yilgan. Akalar, xonadonimiz 2 xonadan iborat bo'ladi. 60 kvadratli joylashgan joyi keladigan bo'lsa, Sergeli tumani Tura metroni shunday yonginasida uyimizning tagida Broadway bo'lyapti, ya'ni 24 ga 7 polni bemalol aylanib yuradigan, bolalarni olib tushib bemalol aylantirib yuraverasiz. Uyimizning yonida Fedap Evis hamma sharoitlari bor. Dvorimizning ichida maktab, bog'cha, karzinka, hamma sharoit bor. Maza qilib yashaydigan joydan xonadonimiz 9 qavatli domni 2-qavatida joylashgan bo'ladi. Eng shirin joyi. Kommentariyada yozib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Xonadonimizni 72 ming baholadi. Agar xohlovchilar bo'lsa, ipoteka qilib ham chiqazib beramiz. Ketida bir 20 ming atrofida pulingiz bo'lsa, qolganini ikkilamchi qilib ipotekaga ham chiqazib beramiz. Yoqqan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yinglar, nomer qoldiraman, telefon qilaverasizlar.